haydovchi batareykasi remontdan chiqdi. Endi ustanovka и дальше проверка. Assalomu alaykum. Mana dalgajdan BMW'miz ham bitdi. i3 batareyka muammo bilan kelgan edi, silada bo'lsa. Bo'ldi, hammasi qilinib, yig'ilib, privязкалari qilib mashinani bitirdik. Xudo xolasa erta indinligi 1-2 ispaniyalar bor, tekshirib olamiz edi. Keyin egasiga topshirib yuboramiz. Kimda batareyka bilan muammo, вообще-то BMW bilan Kasaymi qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, hamma problemani ishora qilamiz bugungi kunda. Bemalol обращаться qilaverasizlar. EKS servisga.